Salam qolmaga do'stlar, bugun sizlar bilan meni Igros kanalida sizlar bilan qopma kita santai deb o'yinlarni tomosha qilib qilamiz. Meni boshlayman. Obod bo'lishni boshlayman. Boshlaydi. Hozir men ukamga boss bilan ushtirmoqchiman. Videoda zombilar bilan ushgandik sizlar. Nimalardan qochgandik? Hozir ukam bilan men bosslar ushtirmoqchiman. Sizlar videoga like bosishni unutmanglar. Hozir biz Xo'p, qani davat endi. Qo'y zombi bilan ushlaymiz. Hozir men bosschi bilan hozir urishib ko'rmoqchiman buni tilida. Jon nima deyapsan? Yo'q, hali ketgani ham yo'q. Yo'q, men. O'z ko'payadi boshqa. Jon nima aytadi? Anaqa pastdagi boss bilan ushlanib bo'lmas. Bunda jon ketish qiyin edi. Sizlarga sakamizga yetib buni jon to'laymi? Bu pistolni yengdi olma. O'q bitta balo kerak bizga. O'q ko'p bo'lishi kerak. Men 90 o'q bordi. Hozir buning barchasiga o'q olamiz deb ochaveramiz. Buning barchasiga o'q olamiz. Mana shu eng kerakli o'q. Eng kerakli narsa. Olamiz. Qanaqa bo'ladi buni boshlashimiz. Bu shuncha bo'ldi normalmi? O'qiymiz normalmi? Juda yaxshi bo'lsin kerak. Normalmi? Men jon moshinga. O'tadi men kichik. Dehin kichik bo'ldi. O'ldiramiz bor, o'ldirsak sizlar like bosasizlar unaqa. Voy jonim o'shimda. Eng juda ham kam jon qolganda tikib olamiz. Yaxshi biz keta bo'lib o'ynaymiz buncha. Kam jon qolganda qilish kerak edi, bor mana shuni. Lekin biza bosib oldik. Jon olishim kam qoldimi? Voy, kirisa qildim borsa. Yo'qdan kelgan yomon bo'lsa. Men hozir o'lamanmi? Nima deysiz, shunchaki jon berdim. O'lamanmi? Yo'qdan ki. Yo'mayapti chiqa. Normal. Jon kam qolmadi shunday. Hozir biz aptekadan ko'proq olishimiz kerak edi. Mana shu yutsak ko'proq pul beriladi deb hozirni. Hop. Yo, apteka shumi? Tabatishimiz. Nima bo'ldi bu? Aptekadan pul berdi bizga. Normal, apteka uchun ham pul qatib beradi. 12 ta apteka bor. Ana o'lmaymiz aynan. Voy kiresa, o'qiyam kam qoldimi? Kuchaytirib olamiz, obunachilar. 4 minutda shunchalik qolmaydik. Kam. Juda ham kamdan ketibdi jonimiz. Nima deysizlar? Yomon deyapsizlar. Katta gap. Men oy qachon. Nechta qachon beradi bilmadim. No. Jon juda ham kam. Xo'p, hozir men gaplasha olmayman, sizlar shu gapimdan ko'p.
Shuni otish kerak. Yo'q. Biz yana o'q olish kerak bo'lsa, judayam o'qni ko'p olish kerak bo'ladi hozir bizga. Prям qiyin-da. Wow. Qiziq ketdi-yu. 600 o'q. To'g'ri. Oy, normal sen bizga tushib ketishing shekilli. Tushib ketsang, bizda ham yaxshi xat bo'lardi. O'qlar o'tishib. Men senga bu yerda bo'ladigan o'xshaydi sen. Sen yugurib boshlaymi? Qanday qilib? Jonim kam qoldi sizlar. Xudo xohlasa yutamiz. Biz hozir to'xtamay o'tsak, oy, prям men lavaga tushib ketgan yomon bo'ldi deb. Kimga bo'lsin kerak mana. Yo'q. Bu qanaqa qilib bo'ladi bu? Prям ottechko. Chatta qattiq qoldi. Yekrisa, jo'rga qarab. Ottechko. Yo'q, xudo xohlasa deganlik yutamiz edi. Voy, krisa qildi. Oy, utaman deb o'zim so'z bergandim sizlar. Chiqib olishim kerak. Normal. Sen hozir o'ldirmoqchi bo'lding, bilasanmi shuni? Yugur. Nima qilding? Yugur endi. Yugurish kerak. Ottechko. Uning uchun demak bundan keyin yo'q, aytolmaymiz bugun uzr. Qo'rqib qoldim. Lekin sen nima uchun o'zingsan? Shunday qo'rqib o'zi. Yo, jonni qara. Bizga ko'proq ottechko olsak, demak uni tamiz olasizlar. Yutamiz olasizlar demak. Hozir ottechko olaylik. Xo'p, mana ottechkami? Da, shuni 12 ta olamiz. Go. Yo'q. Endi ko'proq ottechko oldik. Mana oy, hech qachon tegmadi. Ottechko olaylik. Ottechko nima qilasan sen? Men otadigan bo'lsam, normal bossning jondan sen boss bo'lib ket. O'qiymiz. Addushi ketdi azaliga. Shunchalik qanchalik bo'ladingiz? Ottechko ko'proq olgan bo'larmidingiz? Mana ottechko olgan bo'ladingiz, menimcha, lekin 12 ta olsangiz. Sen o'lasan, bilasanmi shuni do'stim? Jonim o'shim kam bor. Uradi hozir mana. Yed, lavaga tushmasan. Lavaga bas. Ottechko. Nima? Prям yugurgan boshlatsan-a? Sen mana shu odamlarga tegavergandan jonga tegasan, bilasanmi? Ottechko yo'qdan keladi. Men otaman. Ottechko olaman. Normal ottechko yana uraman. Zalal yo'q. Darhol olamiz. Normal bo'lsa jonim judayam qoldi. 8 minut. 10 minut ichida yeb bo'laman. O'laman hozir. O'laman. Chekilib yotsam kerak. Yutaman. Xudo xohlasa. Bizning jonim ottechko. Men jonim cheksiz ekan. Sen ottechko bilmaysan. Oxirida otib olsa ya masala. Yaxshigam ko'p jonni yeb oldim. Hozir bitirib o'tish kerak. Yekrisa qildi. Yugur. Ojon yotdi. O'ganlarsami? Ojon yotdi deb o'shima. Pozitsiya qanaqa tegasan menga? Voy, krisa. Krisa. Nima degisa ekan? O'qdor olamiz. O'qdori va yana ottechko. O'qdori, ottechko boshida. Keyin pistoletga o'qdor olamiz. Oy, nima qildi? Mana Otamiz. Voy, krisa. Yo'q, krisa. Normal.
oldiga chiqib o'taveramiz deyman. Hoppa. No normalniy. Hop, sekin. Obunachilar ancha 14 minut ichida yengamiz buni. Davay. Obunachilar like bosmaslar uçuşimiz mümkün. Ve boss degan joydan o'tsak bo'ldi, biz yutdik demak. Voy, men shu jon judayam jonga tegib ketib bo'ldi. Ko'p bilmas, judayam ko'p bilmab bo'lgan bo'lardim, menimcha do'stlar. O'zing davring, sen qanaqa qachon olasan sen? Men seni 10 minutdan beri o'ldiribman. Bu kecha qanchalik yurganini bilamading. Voy. Sen nima qilyapsan sen? Sen obzoridan qilyapsanmi? Men qochishim kerak edi bu do'stim. Yo, bosh degan joy qolib qo'ygan. Yo'qol. Nima qilyapsan? Biz hozir ustuna qochishga yaxshi yashnaylik. O'zini jonni yeyaptimi bu bechora? Bechora qo'rqyapti mencha. Nimaga shunchalik ko'p o'qitaydi haligacha boshda? Ya xudo xohlasa yutamiz emas. Xudo xohlasa yutamiz. Biz hozir nima qildik? Otamiz. Nima? O'lasan sen. Hali o'lasan do'st o'ladi. Hozir o'ladi. Ye. Hozir o'ladi bu. Sen men otdan do'stim. Men yutay, keyin qaytadan yutay. Yana boshlaymiz. Nima degan gap bu? Yutdim men. Men yutdim. Ko'p ham quvanavermanglar. Yutib qo'yishimiz mumkin bo'lsa hozir. Bir ikkita o'q bilan yutamiz hozir. Bir ikkita o'q bilan. Yaxshi. Hali hech kim bor yerda yengmagan menimcha. Chitilar yengan bo'lishi mumkin. Yo'qqa kelsin. Sening qasosim olishim kerak. Men necha marta o'ldirganingni sanab ko'rsan. Qasos meni alqab, qasoslamasam o'laman. Yo'qmi, sen qo'l tegishiga. O'zing jon to'ldiryaptim deyman. Yo'q. Bitta aptechka qoldi. Bitta aptechka bilan to'plar. Sakraymiz. O'zi jon to'ldirar ekan u. Hoy, jon kam ekan. Yo'q. Bo'z degan o'g'il xudo xohlasa. Obunachilar pauza qilib turaman. Mana obunachilar ko'ryapsizlar, 50 tayu utdim pashti. Mana level 1 pashti mana ko'rdinglar. Sizlarga yoqdimi like va obuna bosib qo'yinglar. Men ham almazdan to'plab oldim bir amallab. Zo'rg'a deganda yutdim boru. Nima deysizlar shunga obunachilar? Oddiygina pistolet bilan obunachilar like bosishinglar. Hali yaqinda o'zi 600 ta bo'lamiz ekan, 510 ta bo'lamiz. Yana 1-2 ta obunachi qo'shib beringlar obunachilar. Like Mustiyat qo'shishga obuna qo'yishinglar. Xayr, obuna va iltimosdan bosib xayr.